Sen bilen hemkarlığımız üzülüp kalmadı. Salam dostlar, biz yeni keldik. O'zingizlarga eng yangi qiyofat sunilg'ini Abdunum rayonlik xalq 3-chi doktorxonasi alohida qo'llagan bir piyola choy suhbatimiz. Bugungi son suhbatimizga biz bir aziz mehmonni taklif qildik. Buğra ustoz bilan tang Xinjiang san'at shuyanining qobil musiqa o'qituvchisi, shundaqla naqsh sohasida, ijodiyat sohasida yaxshi asarlari bilan hammamizni zuhlantirayotgan bizning ustozimiz Abduvali Sattar muallim qarshi olamiz. Rahmat. Bir piyola choy suhbatimizni kelganingni qarshi olamiz. Bu Abduvali bilan ikkimiz yaman bek kichik vaqtda hamkorlashgan jo'biz. Abduvali qilgan kichik bola emasman degan naqshni men yozgan. U chaqda men yoshdim bu degan mushu kichikla 5 yoshmitinki vaytan 4 yosh vaqtingmitiki shu chaqda Abdunum rayonininki davlat rahbarlari intayin olqishlagan bu naqshini. Endi shu naqshini asos qilib turib biz kichik bola emasman degan bir qapliq nent chiqargan. Uninki bütün 12 naqshning kuy she'rini men yozgan. Endi bütün müzik stağlı kompozitorimiz Yasin Muqbil işleyen. Şu qapliq lentimi eyni çağda bek tarap ketken. Maq ettimmi? Yipekul sadası da sen yani bir naqşı ettin. Kelimesi eğer degan naqshimi şu kichik bola emasmenninki davomi deb o'ylayman. Qanda deganda sen bilan hamkorligimiz üzülüp qolmadi. Bu naqshininki kuy she'rini ijodiyatini kim qilgan? Tekstni bizning yaxshi ağaynam meniki. Azimat Ahmad Taran yazgan. Mush etishdan xili burun avatga menga yo'llab, adashmish tekst bak yaxshi chiqdi. Sen bir nima qilib baqsanmishing dedi. Shundan odan buning bir ijodiyatini qilib men bitirib qilsam tekstga nisbatan toza tushmagandek. Lekin yaxshi ahang bo'ldi, yaxshi melodiya bo'ldi, lekin toza tushmagandek. Bishirikisi 4dan 4da, 4dan 4 udarda qilgandim. Keyin to'xtamushini hamini bu shu tekstning mazmuni, shoirning demoqchi o'g'ini xalq ifodalab, bakrak texmi aniq ifodalab berdigani musiqa bo'lgandan keyin men mushuning muzikasini obdan texmi yaxshi bir qilib boqay deb boshdan qilib qo'ygan narsani qaytadan o'zgartirib qo'yishni qaror qilib, buning udarni 4-3 qilib, sal asli vals tempisidagi lirikrak ahangga o'zgartdim. Keyin andan keyin Yüzengim yoqdi. Ham shoirga avassam, ag'inam mabak tushibdi, mush buncha bo'lsin dedi. Azimat bizning yaxshi tirishayotgan yigitimiz, g'uljilik yigit bu. Meni mozodi bek hurmat qiladi, menmo izzat qilaman. Ba'zi ishlarni o'zaro kengishib turib, undidarda. U ikkimiz uchrashib baqmadik. Shundaqmi? Lekin undidarda qarindoshda, voy ustoz, meni bir ko'rib baqsangiz, meni nima qilib baqsangiz deb turdi. Nayet yaxshi tirishayotgan yigit. Shunga azimatgami, sangami ikkalning ijodiyatining birikmasi bo'lgan mushu naqshiga biz bek taqazzo, bizdinmi bekrak, tomoshabin bek taqazzomiki deb o'ylaymiz. Hamda biz sog'lomligimizni doktorxonaga tibobatga topshirish taqazzo bo'lash bu bo'lmaydi. Ammo biz uni to'sab turmiz. Abdunum rayonlik xalq uchun doktorxonasi bizni kasal bo'lmaslikni sağlam turuşumuzni tilaydi. Lekin iloj bo'lmaganda baxmay bo'lmaydi. Shunga iloji yo'q vaqtda o'sha Abdunum rayonlik xalq uchun doktorxonaga kelsa ekan deb o'ylaydi. Hammadam shunda da. Shunda insonning tabiati shundaroq, ijtimoiyat texmi shundoq. Shunglashqa seninki kelmasang agar degan naqshang chuqum eng yaxshi holatda tomoshabinlar sunildi deb qaraymiz. Shunga birlikda anglab boqaylik. Bo'ladi.
azizon kelmese gel Beli soluk g'amguzorım kelmese gel Nima qilay yorsiz yurgan çimenlerini Bağrım yaray gül xumarım kelmese gel Kelmese gel Kelmese gel Kelmese gel Yar köңlini vermese gel Yetip ötken yıldızları asminimden Murat hasret tükünüdü ahminimden Yine kütüp ötermen yaşlığımdan Ellerige mutlularım kelmese gel Kelmese Kelmese gel Kelmese gel Yar köңlini vermese gel Bakmaktımem yollarıga sığınganca Söz şirin dil aramım kelmese gel Kelmese gel Kelmese gel Kelmese gel Yar köңlini vermese gel Kelmese gel Kelmese gel Kelmese gel